Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bugungi Muslimning sharhidan Muhammad Taqi al-Usmoniy hazratlarining Takmilatu Fathul Mulhim kitobidan zahar bobiga yetib kelgan edik. Anna imroatan, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadisni rivoyat qilib, haddathana Yahya ibn Habib ibn al-Harisi, ya'ni bizga Yahya ibn Habib ibn al-Harisi hadisni rivoyat qilib beradi dedilarda, Anas raziyallohu anhu gacha sanadni aytib kelib, anna imroatan yahudiyatan atat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bishatin masmumatin. Yahudi ayol payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga zaharlangan qo'yni olib keldi. Fa'akala minha, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam undan yedilar. Faji'a biha ila Rasulilloh sollallohu alayhi vasallam fasalaha an zalik. Uni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga keltirildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu ayoldan bu haqida, nima zahar berganligi haqida so'radilar. Faqolat aradtu li aqtulak. Ayol kishi aytdiki, Yahudi ayol, men seni o'ldirishni xohladim dedi. Qala ma kanalloh liyusallitaki ala zak. Alloh taolo seni menga hokim qilib tushirib qo'yuvchi emas dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qala alayya, yoki bu narsaga degani menga seni hukmron qilib tushirib qo'yuvchi emas deb, yoki bu narsaga hukmron qiluvchi emas deb roviyda shak bo'ldi. Qalu la ala naqtuluha. Qala la. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga odamlar aytdilarki, o'ldirmaymizmi bu ayolni deb so'raganlarida, yo'q dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'ldirmaymiz dedilar. Fama ziltu arifaha fi lahawati Rasulilloh sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bo'g'zilarida, ya'ni tomoqlarida bu narsani men, ya'ni zaharni sezishda doim bo'ldim dedilar o'sha onamiz raziyallohu anha. Anna imrotan yahudiyatan degan sharhda Yahudiya ayol sirat kitoblarida zikr qilindiki, uning ismi, Yahudiy ayolning ismi Zaynab bintul Haris edi. Va uning eri Salom ibn Mishkam edi. Salom ibn Mishkam. Va Abu Dovud o'zining sunanida rivoyat qiladi. U Marhabni singlisi edi. Zaynab binti Haris, u Marhab degan Yahudi erkak katta kuch bilan urushib o'ldiriladi. Ali roziyallohu anhu o'ldiradi. Shuni singlisi edi. Va tasul qissati mazakara ibn Shom fi siratihi. Qissaning tafsiri Ibn Shom o'zining siratida zikr qilgan narsalardir. Ibn Ishoqdan rivoyat qiladi Ibn Shom, falamma itma'anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ahdat lahu Zaynab bintul Haris. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xotirjam bo'lgan vaqtlarida, ya'ni urushdan xotirjam bo'lib, hammani tormoq qilib, yahudiylarni tormoq qilib bo'lgan vaqtlarida unga Zaynab bintul Haris degan bir yahudiya ayol, imrotu Salom ibn Mishkam, Salom ibn Mishkamning ayoli zaharlangan, ya'ni pishirilgan go'shtni hadya qildi. Va qad sa'alat ayyu udwi min ash-shati ahabba ila Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam. U so'radi, qo'ydan qaysi a'zosi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga muhabbatlik, yaxshi ko'rilgan ekanligini so'radi. Faqila laha, unga aytildiki, az-zira'u, boldiri, qo'yni boldirini yaxshi ko'radi dedilar odamlar. Fa aktharat fiha min as-sam, unga, ya'ni boldirga zahardan ko'p quyib berdi. Summa samati shota, keyin qo'yni zaharladi. Summa ja'at biha, keyin qo'yni olib keldi. Falamma wadatha bayna yaday Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam tanawala zira'a. U ayol payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga qo'yni qo'ygach, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boldirini oldilar. Falaka minha mudghatan, undan bir tishlab uzib oldilar. Falam yusghiha, uni yutib yubormadilar. Va ma'hu Bishr ibn Barro ibn Marur. U bilan birga, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga Bishr ibn Barro ibn Marur degan sahoba bor edi. Qad akhada minha kama akhada an-nabiy sollallohu alayhi vasallam. Xuddi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olgani kabi olgan edi go'shtni. Fama Bishrun fa asaha, ammo Bishr uni chaynab yutgan edi.
Va amma Rasululloh sallallohu alayhi vasallam falafazaha. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam go'shtni tupurib tashlagan edilar. Keyin aytdilarki, inna hadal azma la yukhbiruni annahu masmumun. Bu go'sht u zaharlangan ekanligi haqida menga xabar beryapti dedilar. Keyin ayolni sumada biha fa'tarafat. Ayolni chaqirdilar. Ayol Yahudiya ayol bo'yniga oldi. Faqala ma hamalaki ala zalik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu narsani qilishga seni nima narsa undadi deb so'raganlarida qolat balag'at min qawmi ma lam yaxof alayk. Meni qavmimdan senga qo'rqmaydigan kishi, qo'rqmaydigan narsa meni qavmimdan menga yetib keldi. Ya'ni men sendan qo'rqmayman dedi ayol. Faqultu in kana malikan istarahtu minhu. Agar podsho bo'lsa bu odam, payg'ambarman deb da'vo qilayotgan odam, men undan rohatlanaman. Go'shtni zaharlab berib dedim. Va in kana nabiyyan fayukhbiru. Agar payg'ambar bo'lsa bu odam, unga go'sht xabar beradi deb aytdi. Qala fatajawaza anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni kechirib yubordilar. Va mata bishrun min aklatihi allati akal. Bishr esa, ya'ni sahobiy, o'zi yegan go'shtidan yeb dunyodan o'tgan edilar. Faji'a biha ila Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deyildi matnda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga u ayol keltirildi. Ibn Shihobni rivoyatida aytildiki, va arsala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ila al-yahudiyya fada'aha. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Yahudiya ayoliga odam jo'natdilar. Bas uni chaqirib keltirdilar. Faqolaha, u ayolga aytdilarki, asmamti hadihi shat. Bu qo'yni zaharladingmi dedilar. Qolatil yahudiyya man akhbarak. Kim senga xabar berdi deb Yahudi ayol so'radi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, akhbaratni hadihi fi yadi lizra. Meni qo'limdagi bu narsa menga xabar berdi dedilarda, qo'ldagi poychani, ya'ni boldirini ushlab turar edilar. Qolat na'am. Ha deb aytdi ayol. Qola fama aradti ila zalik. Sen bu narsaga nimani xohlading deb so'radilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qolat qultu in kana nabiyyan falan yadurruhu. Men aytdimki dedi ayol, agar bu odam payg'ambar bo'lsa unga go'sht zarar bermaydi. Va illam yakun istirahna minhu. Agar payg'ambar bo'lmasa biz bu odamdan rohatlanamiz, ya'ni o'ladi ketadi deb aytdim dedi. Fa'afa anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va lam yu'aqibha. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni kechirdilar va uni azoblamadilar. Va tufiya ba'du ashabihi allazina akalu min ash-shat. Qo'y go'shtidan yegan ba'zi sahobalar vafot etdi. Vahtajama Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ala kahilihi min ajli allazi akala min ash-shat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'y go'shtidan yeganligi sababli yelkasidan qon oldirdilar. Hajamahu Abu Hind bil qarni va shufra. Abu Hind degan odam shoh va tig' bilan qonni oldilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan qon oldilar. Va huwa mavla li bani Bayoda min al-ansor. U ansorlardan Banu Bayoda degan qavmni quli edi Abu Hind. Qalu ala naqtuluha. Endi yana matnda biz uni o'ldirmaymizmi deb sahobalar so'rashganda qala la yo'q dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Hada sarihun fi anna nabiy sollallohu alayhi vasallam lam yaqtulha. Bu ochiq bo'ldiki, ya'ni dalil payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u ayolni o'ldirmaganligida ochiq bo'ldi. Va yu'iduhu ma zakarna min rivoyati Ibn Ishoq. Yana Ibn Ishoqning rivoyatidan keltirgan, zikr qilgan narsamiz buni quvvatlaydi. Jabir roziyallohu anhuning rivoyati ham quvvatlaydi, lekin Abu Dovud Abu Salamadan mursal holatda hadis aytdilarda, fa amr biha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam faqutilat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu ayolni buyurdilar, odamlarga o'ldirildi bu ayol deb aytdilar. Abdurrazzoq o'zining musannafida rivoyat qildi. Aytdilarki, "Va nasu yaqulun qatlaha." Odamlar uni o'ldirilganligini aytdilar, dedilar. Yana Ibn Lahiyadan qilingan rivoyatda Ibn Sa'd o'zining tabaqotida rivoyat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam
ayolni o'ldirishlikka buyurdilar. U ayol qo'yni zaharlagan ayol edi. Ya'ni qo'yni zaharlagan ayolni o'ldirishlikka buyurdilar. Yana Voqidi, ya'ni Ibn Sa'dning shayxi Voqidi bu qissani to'lig'icha aytib berdilar oxirigacha. Aytdilarki, fadafaha ila ulati Bishr ibn al-Baro faqataluha. Uni ayolni, ya'ni Yahudiy ayolni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Bishr ibn al-Baroni valiylariga topshirdilar. U valilari bu ayolni o'ldirdilar. Ya'ni o'ldirilgan barobariga o'ldiriladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari o'ldirmadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qasd qilganliklaridan, ya'ni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa sahobiy o'lganligiga qasos olib o'ldirdi deb aytdi. Ibn Sa'd uni sobit deb o'zini tabaqotida zikr qildi. Agar bu rivoyatlar uning sanadlaridagi qarama-qarshiliklar bo'lishiga qaramasdan bu rivoyatlar, ya'ni hozir o'ldirmaydi degan sanad bo'ldi, isnodi bo'ldi va boshqa rivoyatlarda o'ldirdi deb aytildi. Mana shu rivoyatlarni qarama-qarshi bo'lganligiga nisbatan agar o'ldirdi degan rivoyat sahih bo'lib chiqsa ham, u bilan hujjatni gohida qoyim qilmasligimiz ham mumkin deyildi. U rivoyatlar o'rtasidagi jamlashlik Suhayli o'zining Rawz Anf degan kitobida keltirgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni kechirib yubordilar ishning avvalida. Chunki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining nafslari uchun intiqom olmas edilar. Bishr ibn al-Baro mana shu o'zi yegan go'shtdan o'lgan paytida u ayolni ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'ldirdilar. Vazalika anna Bishran lam yazal mu'tallan min tilkal akla allati mata minha ba'da hawl. Chunki bunday bo'lishligi Bishr kasal mana shu go'shtdan kasal bo'lishda doim bo'ldilar, hattoki 1 yil o'tib dunyodan vafot etdi. Uning hosil shuki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayolni o'ldirishligini kechiktirib turdilar. U Bishrni o'limi ro'yobga chiqishligi aniq bo'lgandan keyin kechiktirib turib keyin o'ldirdilar. Mana shu zahar sababli o'lgan edi Bishr. Va holladi ixtarahul qodi Iyod va Navoviy, bu gapni qozi Iyoz va Imom Navoviy ixtiyor qilgan edilar. Agar bu narsalar sahih bo'lsa deyman dedilar Muhammad Taqiy hazratlari. Fa innahu dalilun ala wujubil qisos, bu gapda qasosning vojib ekanligiga dalil bor. Ala man qatala rajulan bisaqil sum, zahar bilan sug'arib o'ldirgan kishini o'ldirishlikka qasos vojib ekanligiga dalil bor. Va xiloful ma'ruf min mazhab Abi Hanifa. Bu esa Abu Hanifaning mazhabidan xilof gapdir bu. Ya'ni zahar berib o'ldirgan odamni Abu Hanif rahmatullohi alayhining mazhabida o'ldirilmaydi degan edi. Va lekin uning Hanafiy mazhabidan keyingi kelgan kishilar fatvo berdilar o'ldiriladi deb. Mana bu masalada jumhur masalaga qo'shildi bular ham, keyingi ulamolar. U mutamarridin, ya'ni sarkashlarni yomonligini ketkazishlik uchun zahar berib o'ldirgan odamni ham o'ldiriladi deyildi. Biz bu bahsimizni qasoma bobida va diya to'lash bobida Allohning fazli bilan bayon qilib o'tdik. Famazaltu ariduha fi lahawani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam degan gapida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bo'g'izlarida, ya'ni tomoqlarida men uni ko'rishlikda doim bo'ldim, ya'ni zaharni dedilar o'sha onamiz. Xalqimda, ya'ni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xalqimida ko'rishlikda doim bo'ldim dedilar. Bu gapini o'sha onamiz aytdilar. Famazorat arifuha degani, men uni bilishda doim bo'ldim degani bu sehrning alomatini dedilar. Go'yoki u baqali summi alomatun. Bu zahar uchun ham alomat bor edi va qoralikdan iborat alomat va asarlari bor edi va boshqa narsalardan ham iborat, ya'ni ko'kargan, qoraygan asoratlari bor edi. Ammo Imom Buxoriy ham rivoyat qildiki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kasalligi va vafot etishligi bobida Oysha onamizdan ta'lim qilib rivoyat qildilar. Oysha onamiz aytadilar: "Kana nabiyyu sollallohu alayhi vasallam yaqulu fi maradihi allazi mata fi." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zi vafot etgan kasalda aytar edilarki, ey Oysha dedilar, ya Aysha, ey Oysha dedilar, ma azalu ajidu alamat ta'amil allazi akaltu bi Xaybar.
Men Xaybarda yegan taomimning alamini topishlikda doim bo'lyapman dedilar. Fahada avanu wajadtu inqito'a abhari min zalika sum. Mana bu esa bir vaqtki bu zahardan meni tomirim kesilishligini men topadigan vaqtdir bu dedilar. Abhari degani ya'ni beldan yurakkacha borayotgan bitta katta tomirni aytiladi. Va Bazzor va Hokim va Ismoiliy bu hadisni sanadi bilan bog'lab bordi. Hofiz Ibn Hajar Taliqut Taliq degan kitobda buni zikr qildi. Imom Hokim o'zining mustadragida zikr qildi va iqror bo'ldi va Zahabiy unga muvofiq keldi. Endi Ibn Sa'd o'zining tabaqotida rivoyat qiladi. O'zining Voqidi degan shayxidan mana bu qissani. U qissa juda uzundir va unda aytadilarki, uzun qissada Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'yni boldirini oldilar, fantahasha minha, undan bir tishlab oldilar, uzib, va Bishr ibn al-Baro ham bitta suyakni oldilar, undan yana u kishi ham tishlab oldilar. Qallama izdarada Rasululloh sollallohu alayhi vasallam luqmatahu. Izdarada Bishr ibn al-Baro ma fihi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining luqmasini kamroq yutgan edilar. Bishr ibn al-Baro og'zidagi narsani yutib yubordilar. Va akalal qawmu minha, undan bir qavm ham yedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, irfa'u aydiyakum fa inna hadhihi zira va qala ba'dum inna katfas shot tukhbiruni annaha masmuma. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, bu qo'llaringni ko'taringlar bu taomdan, ya'ni qo'llaringni olinglar. Bu boldir va ba'zi ulamolar aytdilarki, bu kift, qo'yning kifti dedilar. Menga xabar beryaptiki, u zaharlangan ekanligi haqida. Bishr aytadilarki, Bishr ibn Baro, vallazi akramaka laqad wajadtu zalika min aklati allati akaltu hina iltaqamtuha. Sizni hurmat qilgan zotga qasam, ya'ni Allohga qasam dedilar Baro, Bishr. Men mana shu yegan taomdan yegan paytimda, men uni yutgan paytimda men shu narsani topdim dedi. Ya'ni zaharlanganligini topdim dedi. Fama manani an alfazaha illa anni karitu an ubghida ilayka ta'amak. Men uni tupurib tashlashligimdan meni man qilgan narsa, men sizni taomingizni yaxshi ko'rib turganligim bo'ldi. Ya'ni siz yaxshi ko'rib yeyotganligingizga men indamay turdim. Ya'ni zahar ekanligini men ham sezgandim dedi. Falamma akalta ma fi fik lam arg'ab bi nafsi an nafsik. Siz og'zingizdagi narsani yegan paytingizda men ham o'z nafsimni siz nafsingizdan baland ko'rmadim, men ham yedim dedi. Va rajatu alla takuna izrattaha va fiha baghyun. Va men umid qilgandimki, siz o'sha taomni yutmaganligingizni umid qilardim va unda haddan oshishlik narsa bor edi dedi. Ya'ni zahar demasa ham haddan oshib ketishlik narsa bor edi dedi. Falam yaqum bishrun bi makanihi hatta ada lawnuhu kattaylason. Bishr o'zining makonidan turmadi, ya'ni o'rnidan turmadi, hattoki uning rangi ko'k to'n kabi ko'karib ketgan edi. Va ma talahu waja'uhu sanatan la yatahawlu illa ma huwil. Bishrning og'rig'i bir yilga cho'zilib ketdi. U o'zi burilgan o'rindan burilolmay qoldi. Ya'ni o'sha joydan yotib qoldi. Sumamot keyin dunyodan o'tdi. Qala va turiha minha likalbin faakala falam yattabi yadahu hatta mot. Keyin uni bir itga tashlagan edi, it uni yedi va o'sha joyda vafot etdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yelkalaridan hijoma qildirdilar. O'sha go'sht yegan yelkalaridan hijoma qildirdilar. Uni Abu Hind shoh va tig' bilan hijoma qilib qo'ygan edilar. Va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining ashablariga ham buyurdilar. Ular boshlarini o'rtasidan hijoma qildirdilar ular ham. Va Aisha Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3 yildan keyin, mana shundan keyin 3 yil yashab dunyodan o'tdilar. Hattoki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot etgan kasali, o'zining kasalida ayta boshladilarki, ma ziltu ajidu min al-aklati allati akaltuha yawma Khaybar idadan. Men Xaybar kunida yegan go'shtimdan menga odat bo'lgan og'riqni topishda doim etdim.
Hatta kana hada avonu inqito'i abhari, hattoki bu men jon tomirimni uzilishigi vaqti edi dedilar. Va huwa irqun fi zuhur. U ya'ni abhari degani abhar dildagi bir tomir, yurakkacha yetib boradigan tomir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shahid holatda vafot etdilar deyildi. Hokim o'zining Mustadrakida rivoyat qilgan. Ummu Bishr aytadiki, ya'ni Mustadrakida rivoyat qilgan narsada Ummu Bishr ibn Baro allazi mota bisum, zahar bilan o'lgan Bishr ibn Baroni onasi edi. Aytadilar, daxaltu ala Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam fi waja'ihi allazi qubida fihi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlari vafot etgan kasalliklarda Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldiga kirdim. Aytdimki, bi abi anta ya Rasululloh, otam sizga fido bo'lsin ey Rasululloh dedim. Ma tattahimu bi nafsik, nafsingizga nima deb o'ylayapsiz dedilar, dedi. Fa inni la attahimu bi ibni illa ta'amal ladzi akalahu ma'aka bi Xaybar. Men o'g'limni, ya'ni Bishr ibn Baroni siz bilan birga Xaybarda yegan ovqatidan o'ylayapman dedi. Ya'ni vafot etganligini o'ylayapman dedi. Va kana ibnuha Bishr ibn Baro ibn Ma'rur mota qabla nabiy sallallohu alayhi vasallam. Uning o'g'li Bishr ibn Baro o'g'li Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan oldin vafot etgan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Va ana la attahimu ghayrahu." Men ham bundan boshqasini aytmayapman dedilar. Ya'ni men ham o'shandan deb ko'ryapman dedilar. Hada avoni inqito'i abhari. Bu men esa jon tomirimni uzilishlik vaqtidir dedilar. Imom Hokim o'zining Mustadrakida yana hadisni rivoyat qiladi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhudan. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadilarki, "Lan ahlifa tis'an anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qutila qatlan ahabba ilayya min an ahlifa wahidatan annahu lam yuqtal." Men Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'ldirilgan edi deb 9 marta qasam ichmoqligim menga bir marta bo'lsa ham o'ldirilmagan deb qasam ichmoqligimdan ko'ra yaxshiroqdir. Ya'ni 9 marta bo'lsa ham qasam ichaman Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'ldirilgan deb dedilar. Va zalika annallohu azza va jalla ittakhadahu nabiyyan va ittakhadahu shahidan. Chunki bunday bo'lishligi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni Alloh payg'ambar qilib olgan edi va Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni shahid qilib olgan edi dedilar. Ibn Mas'ud, ya'ni Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu. Mana bu hadislar dalolat qiladiki, Yahudiy ayolning zahar berishligining asorati Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning umrining oxirigacha qolgan ekanligiga dalolat qiladi. Va kana huwa sababu zohiru fi vafoti. Bu Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning vafotidagi ochiq sabab edi, zahar berishlik. Wala yunafi hada qawluhu sallallohu alayhi vasallam lil yahudiyya. Bu gap esa Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning gapiga, Yahudiyga aytgan gapiga qarshi chiqmaydiki, ma kanallohu liyusallitaki ala zak. Seni Alloh taolo bu narsaga menga hokim qilib, hukmron qilib tushirib qo'ymaydi, ya'ni sen o'ldira olmaysan degan gapiga qarshi chiqmaydi. Lana muradahu anna vafoti biyadillahi subhanahu. Chunki uning maqsadi meni vafotim Allohning qo'lida edi deb aytishlik edi. Sen hukmron emassan deyishdan maqsad. Wala yusallitukillahu alayya bi an amuta hasba iradatik. Alloh seni menga hokim qilib, hukmron qilib tushirib qo'ymaydi. Seni irodang bo'yicha meni o'lmoqligim bilan seni hukmron qilib tushirib qo'ymaydi deyishlik edi. Voqa kama qala sallallohu alayhi vasallam, xuddi shunday bo'lgandek Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgandek voqea bo'ldi, sodir bo'ldi. Lanhu asha salasa sinin ba'da zalik. Chunki bundan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3 yil yashadilar. Va zalika ala rami min kawni summi shadidat ta'sir. Va buni zahar qattiq ta'sir qilishiga qaramasdan, ya'ni ta'siri qattiq bo'lishiga qaramasdan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3 yil yashagan edilar. Kamamarra an Voqidi, xuddi yuqorida Voqidi rahmatullohi aytib o'tgani kabi. Vallohu a'lam. Alloh har bir narsani biluvchi zotdir. Biz bugungi darsimizga ham yakun yasadik. Inshaalloh keyingi darsimizni istihbob ruqiyatil marid, kasalni ruqiya o'qishlik mustahab ekanlik bobidan davom etamiz. Va sallallohu ala xayri xalqi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in.